Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Hozir sizlarga qurilish maydonchasidan turib qisqacha yangiliklarni ko'rsatib o'taman. Hozir loyihamizda bir nechta bloklarda ishlar faol davom etmoqda. Masalan, 6-chi, 7-chi va mana bu yerdagi 2-chi bloklarda katlavan jarayonlar ketmoqda. Ya'ni yangi bloklar uchun poydevor yaratilmoqda. Qurilishi tugab borayotgan binolarda esa tashqi fasad ishlari allaqachon bajarilgan. Asta-sekin bitib bormoqda. Hozirgi paytda gaz trubalarini o'tkazish ishlari amalga oshirilmoqda. Ya'ni muhandislik kommunikatsiyalari bosqichi davom etmoqda. Podyezdlarning ichki qismida esa mramorlar o'rnatish ishlari deyarli yakunlangan. Shuningdek, kirish eshiklari ham o'rnatilib bo'lindi. Hozir esa podyezdagi devorlar bo'yash ishlari uchun tayyorlanmoqda. Umuman olganda, qurilish reja asosida davom etmoqda. Loyiha haqida to'liq ma'lumot olishni istasangiz, sotuv ofisimizga tashrif buyuring.